Ish yopdi quvordingmi, qo'rqdingmi, bir nimalar deyotganlar uchun mana men sizlarga hozir inspektor bilan bo'lgan suhbatni qo'yib beraman. Ya'ni profilaktika inspektori bilan men bugun gaplashdim. Ularning gaplarini mana men sizlarga hozir videoda qo'yib beraman. Eshitasizlar. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, qachon nima bo'lishini. Assalomu alaykum Jovlon aka. Hormat, tuzumsiz aka, sog'ligingiz yaxshimi? Uzr, bezovta qildim. Menga siz nomeringizni berishdi. Hozir men Rodiga telefon qilib bog'landim. Men 19-da ariza qoldirganman kechasi. Taksichi bo'laman aka, agar bilsangiz, arizangizni ko'rayotgan ekansiz. Rahmat. Rahmat, Xudoga shukr. Qanaqasiz o'zingiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat, bo'lasizmi ishlaringiz? Rahmat, Xudoga shukr. Endi qilaman deb turdim sizga, material tergovdan oluvdim men. Tergov bo'limiga kirib chiqadida o'zimga ko'rsatmaga. Aha. Shundan oluvdim, endi telefon qilaman deb turdim sizga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Nima bo'ldi masala aka? Masala men sizga hozir bir 2-3 kunda telefon qilib qolaman, sudga chiqadigan material bo'lyapti endi bu, ko'ramiz. 2-3 kunda sudga chiqadi, xudo xolasa. Men sal tobi yo'q, bundoq deganday qilyapsan, raisi bilan gaplashsam. Bugün hali bog'lanmadim to'g'risi. Uyga borsam. Bu til. Bu taraf joh qismlarini pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 ming atrofida. Tasavvur qiling. 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishini, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o 200 dollar bir inson bemorlar uchun deb ehson berganlar. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Menga nisbatan hech qanaqa e'tirozlar bo'lmayaptimi aka? Endi ko'ramiz hozir. Men aytdim sizga tergov bo'limidan yozma ko'rsatma bilan oldim materialni. Aha. Endi maslahallashamiz, ko'ramiz. Tergov nima desa o'shanga qarab ish qilamiz. Просто jimjit bo'lib ketganiga o'zim xotirab telefon qildim aka. Malado balo olgan ekansiz ko'rsatmalarni. Ha, shunaqa uchastkoy oluvdi, men tanimayman. Chiqardim, sizga telefon qilaman, chi. Bo'ldi, Jovlon aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling. Ko'rdinglar mana holatni. Xudo xolasa 2-3 kunda sudga chiqadigan bo'lib turibdi ishimizda nasib.